Assalomu alaykum azizlar. Oldindan aytib qo'ymoqchiman. Kimdandir, nimadandir foydalanib, PR deydimi, shunaqa bir narsalarni o'ylagan joyimiz yo'q. Bizga zarurati ham yo'q bu narsani aslida. Lekin shunaqa bir holat bo'ladiki, nimadir deb qo'ymasang, yuraging tinch qo'ymaydi. Vijdoning tinch qo'ymaydiki. Men hozir to'y xizmatidan kelib rosti bir intervyuni ko'rib uxlay olmadim rosti. Hali xizmatga jo'nab turganimda Shohjahon Jo'rayev, Shohjahon akamizni intervyularini ko'rib qoldim. Afsuski ko'p ko'ra olmadim. Xizmatga ketib qoldik. Undan qaytib kelib hozir qolganini ham tomosha qildim va nimalardir aytgim keldi. Ya'ni xolis bir odam sifatida men ko'pchiligingiz bilasiz, Tojikistonlik bir qo'shiqchi yigitman. Shohjahon Jo'rayev, ustoz Sherali Jo'rayev farzandlari. Necha yildirki bu inson juda ko'plab o'zi bilgan narsalarni bizga o'rgatib, kerak bo'lsa achchiqroq gapirib, xato qilsak ham ba'zi joylarni xato aytib qo'yamiz. Maromiga yetmay qolgan joylari bor. Shunday bo'lsa ham bizga ortiqcha bir gap so'z qilmasdan Nodirbek falon joyini Nodirboy deydilar, yo'q. Falon joyini to'g'rilab oling, xato bo'libdi. Aslini eshiting deb ko'p aytadilar. Aslini eshitib, bunisini eshitmang, adashib qolasiz, xato bo'ladi. Originalni eshiting deb aytishadi. O'zi Shohjahon Jo'rayev o'zini tinglasak ham, masalan, o'sha ustozni tinglaganday bo'lamiz. Ustoz Sherali Jo'rayev, Xudo rahmat qilsin, ularning darajasi u yoqda tursin, Shohjahon akamizni darajasida ham hali men bilmayman, ijro qiladigan san'atkorni men ko'rmadim hali. Hozir ham bunga yana shohid bo'ldimki, o'sha intervyuda qilingan ijrolar. Siz ham tinglasangiz buni farqiga borasiz. Bunaqa ijro yo'q. Boshqa bu san'atkorlarda men ko'rmadim. O'zimiz ham harakat qilamiz, ustoz qo'shiqlarini aytamiz, so'rashadi, imkon qadar aytamiz, lekin meni tushuncham bo'yicha Shohjahon Jo'rayev shu qoniga singib ketgan, shu qon orqali o'tganmi deymanda, masalan, o'sha nolalar, ustozdagi o'sha shira, o'shanaqa bir dard, bunaqa bir haligi joyiga qo'yib ijro qilish katta mehnat, avvalo iqtidor, Xudo bergan narsa bo'lish kerak u. Katta mehnat, bilim talab qiladi albatta. Men kimgadir hozirgi til bilan aytganda paxta qo'yish niyatida gapirmayapman. Shunchaki xolis inson sifatida gapiryapman. U unday, bu bunday, bu kalondimoq, biroq uni mensimaydi. Meni xayolimga kelmagan. Shohjahon Jo'rayev bilan, endi ustoz Sherali Jo'rayev bilan umuman bizga nasib qilmadi, lekin u inson bilan suhbatlashish. Shunday bo'lsa ham farzandlari bilan suhbatlashish nasib qildi. Ulardan ancha-muncha narsani o'rgandik va o'rganyapmiz ham. Shohjahon Jo'rayev bilan meni yoshim bor yo'g'i 1 yosh farqimiz bor, lekin shunda ham o'zimdan bir 10 yosh, 15 yosh katta deb hisoblayman. Ya'ni har tomonlama, san'at tomonlama ham, umuman dunyoqarash, madaniyat tomonlama ham ancha ustunlik taraflari, xullas, chegarasiz. Faqat havas qilish kerak. Kir qidirgan bilan hech qanaqa bir yutuqqa erishmaysiz. Men bir san'atkorni yonini olib, bir san'atkorni qoralayotgan joyim yo'q. Ko'rgan odam, eshitgan odam o'zi baho beraveradi. Men baho bermoqchi emasman birovga nisbatan birovga. Aynan
o'sha inson bilan suhbatlashganim, bir necha marta suhbatlashganim uchun, yetti-yot begona bo'lsam ham o'ziga yaqin olib, muomala qilgani uchun, odamgarchiligi uchun, o'sha kichik fe'lligi uchun hurmatim yana oshgan. Yana ham oshgan. Akamiz bilan gaplashmagan uzoqdan zaochni taniydigan odamlar ko'pchiligi kibrli deydi. Kibrli deydi. Xo'p. Siz uning qalbini tinglang bir nafas. Qadam adashsa qalbi aldamas deydi. Odamimiz suratiga qarab baho berib bo'lmas ekan. Men u insonni, ya'ni Shohjahon Jo'rayevni avvalam kalondimoq deb hisoblamaganman. Ya'ni o'sha imij tomonlama, ya'ni qo'shiq, bir jiddiy qo'shiq aytsa-yu, bir mag'zi butun qo'shiq aytsa-yu, davrada har xil xatti-harakatlarni qilib tursa yarashmaydi-ku. O'sha qo'shiqqa mos, o'sha yo'nalishga mos xatti-harakatda bo'lish kerak. Viqor bo'lish kerak. Ana shunda ijro qilinayotgan qo'shiqlarni ham obro'siga putur yetmaydi. O'zbek san'ati, asl o'zbek san'atiga putur yetmaydi. Bularni yo'nalishi, ijrosi katta bir maktabni davomida bu. Sherali Jo'rayevga ham qancha tosh otilgan. Har xil fikrlar bildirilgan. U inson bilan yaqin muloqotda bo'lgan insonlar agar vijdoni bo'lsa, sotqin bo'lmasa, ikkiyuzlamachi bo'lmasa, noto'g'ri fikrlarni aytmagan bo'lardi. Shohjahon Jo'rayev akamizga doim omad tilayman, doim havas qilaman. O'zimizcha yurish-turishimiz va ba'zi xatti-harakatlarimizni ham qachonlardir o'xshatmoqchi ham bo'ldik. Ya'ni endi havas qilganimiz uchun-da. Lekin har bitta san'atkor o'zini yo'nalishi bo'lishi kerak ekan, o'zini imiji bo'lishi kerak ekan, o'zini ovozi bo'lishi kerak ekan, o'zini qo'shiqlari bo'lishi kerak ekan. Buni endi anglayapmiz va shunga qarab harakat qilyapmiz. Har xil bo'lar-bo'lmas gaplarga hojat yo'q. Men birovni maqtab, mana shunaqa intervyular bahona o'zimga ochko yig'moqchi emasman. Menga kerak emas. Menga like bossin, kommentariy yozsin, meni ko'pchilik ko'rsin degan maqsadda aytmayapman buni. Shunchaki vijdonan, shu vijdon tinch qo'ymagani uchun men uxla olmasdan hozir turib kelib, studiyamga kelib, hali bitmagan bo'lsa ham shu gaplarni gapiryapman. Ya'ni Shohjahon Jo'rayevdaqa o'sha ustoz Sherali Jo'rayev maktabini davom ettiradigan, shunaqa asl holatda ijro qila oladigan san'atkorni men hali ko'rmadim. Juda ham toza ijro qiladilar. Qanday nola qilinish kerak bo'lsa, qilingan bo'lsa, ana shu nolalar. Menimcha bu darajada aytish imkoniyati har kimga ham berilmaydi. Bir-birovga tosh otishlar hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Ortiqcha haqorat, ortiqcha gaplarning hojati yo'q. Xullas, Shohjahon akamga omad tilayman. Jamiki san'at ahliga omad yor bo'lsin. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shunaqa yaxshi san'atkorlar ko'paysin. Va bizga ham shunaqa bir ijrolar, shunaqa bir jarang omad bizga nasib qilsin shunaqa. Vaqtinglarni olganim uchun uzr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.